Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana sizlar bilanman. Bugun marafonimizning ikkinchi kuni. Va'da berganimdek, har kuni shaxsiy rivojlanish bo'yicha bitta ikkitadan instrumentlar o'rgatib, ertalab soat 7 gacha YouTube ga video joylashni boshladim. Demak, bugungi sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz kunni to'g'ri rejalashtirish va aynan bu narsani biz Notion dasturida qilishi masalaga ko'rsatib o'rgatib o'taman. Xohlasanglar bloknotda yozishinglar mumkin, xohlasanglar kompyuterdagi zametkada yoki xohlasanglar boshqa platformalarda yozishinglar mumkin. Notion platformasini ishlatish qulay bo'lganligi uchun ham shu narsadan foydalanaman va bugungi kunga kelib turib mana biz hozir tadbirkorlarning orasida digital marketing yoki shu digital sohalar orasidagi insonlar bilan gaplashamiz. Deyarli 99% o'zini hayotini, ishlarini, loyihalarini rejalashtirish uchun aynan Notion dasturidan foydalanishadi. Shuning uchun ham biz shu mavzuni ko'rib chiqamiz. Demak, ko'p vaqtinglar olmayman, srazu ishga o'tamiz. Bizda Notion platformasi bor. Agar bu platforma haqida kim eshitmagan bo'lsa, Google ga yozib ko'rsanglar bo'ladi va bu platformani siz yoki brauzerda yoki Notion'ni offline versiyasi, ya'ni Notion'ni kompyuterga o'rnatilgan versiyasidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. O'zi qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, Notion platformasi sizni hayotingizdagi yoki loyihalaringizdagi barcha ma'lumotlarni tizimlashtirishga yordam beradigan katta platforma hisoblanadi. Ya'ni shu narsa orqali biz hayotimizni, ishlarimizni, loyihalarimizni rejalashtiramiz. Demak, sizlar bilan qanaqa ishlashini ko'rib chiqamiz. Umumiy hisobda oladigan bo'lsak, menda har bir kun uchun bittadan sahifa ochiladi. Har bir kunim uchun alohida bittadan sahifa ochiladi. Va bu sahifaning ichida nimalar bo'ladi? Birinchisi bugungi sana, ikkinchisi ikkita prioritet A va prioritet B dagi vazifalar. Prioritet A da har doim 3 ta eng asosiy bugun qilishim kerak bo'lgan vazifalar turadi. Prioritet B da ikkinchi darajali ishlar turadi. O'ng tarafdagi qismda kunni iqtibos turishi mumkin. Pastki qismga o'tadigan bo'lsak, kunni klasterlash degan narsa bor. Klasterlash degani, misol uchun men freelansda ishlardim. Hozir ham misol uchun freelansdagi qanaqadir bir loyihalarni olish bilan shug'ullanaman va freelansda ishlaydigan odam kunni xohlagan paytda ishlayman deb o'ylaydi, xohlasam ishlayman, xohlasam dam olaman, kunini aniq bir rejasi bo'lmaydi. Va bu sizni hayotingizni barbod qilishga olib keladi oxir oqibat. Chunki juda ham yomon holatga tushganman. 2019-yildan beri freelansda ishlab kelib, juda ham ko'p muammolarga duch kelganman aynan shuni oqibatida. Shuning uchun kunni klasterlash deganda aniq ishlaydigan vaqtim, aniq ishni to'xtatadigan vaqtim belgilab qo'yganman. Shu vaqtdan keyin men boshqa maksimal darajada qanaqadir muhim bo'lgan yoki deadline o'tib ketishi mumkin bo'lgan yoki aniq deadline belgilangan ishlarni qilmayman. O'zim uchun xohlasam ishlayman, xohlamasam ishlamayman, lekin aniq meni ishimni to'xtatadigan vaqtim bor. Bu vaqtdan keyin qilishim kerak bo'lgan bir o'zimni majburlab ishxonada qilish zarur bo'lgan ishlarni men hammasini yig'ishtirib to'xtataman. Faqatgina ijodiy ishlar bo'lishi mumkin yoki rejalar bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan asosiy ishlarni qilaman. Demak, kunni klasterlashga keladigan bo'lsak, mendagi ertalabki klaster bu 5 dan soat 8 gacha. Hozirgi mana soatimizni ko'radigan bo'lsak ham 5:29 bo'ldi. Keyingi klaster soat 9 dan 13:00 gacha deep work bo'ladi, ya'ni qanaqadir loyiha ustida yoki ishingiz ustida juda ham qattiq, chuqur fokus bilan ishlaysiz. Fokus bilan ishlayotganingizda telefoningizni olasiz, telefoningizda airplane modda yoqib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Sizga boshqa уведомлениялар, boshqa qanaqadir xabarlar, keraksiz narsalar kelmasligi uchun. Baribir obedgacha O'zbekiston sharoitida sizga hech kim telefon qilmaydi. Keyingisi 13:00, 14:00 gacha ozgina periood bo'ladi. Endi bilasiz, kun davomida qisqa biz ozgina ishdan chalg'ib dam olishimiz kerak bo'ladi. Taxminan 4-5 marta. Endi alohida biznes uchun vaqt ajratilgan, ya'ni bu ertalabki ishimda ijodiy ish bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qanaqadir loyihalarni o'ylab topish, kreativ qilish, soat 14:00 dan 19:30 gacha bo'ladigan ishlar asosan rejalashtirish, tizimlashtirish, kimgadir qanaqadir tasklar yoki vazifalarni berish bilan band bo'laman. Va kechki rutina bo'ladi, kechki klasterimiz bo'ladi, soat 19:30 dan 21:45 gacha. Bu asosan kechki ishlar. Bu yerda misol uchun kitob o'qishingiz yoki yaqinlaringiz bilan vaqtingizni birga o'tkazishingiz yoki dam olishingiz yoki boshqa ishlarni qilishingiz mumkin bo'ladi. Har bittasini ichiga ochib kiradigan bo'lsak, har bittasini ichida alohida bo'limlar bor, ya'ni qilishim kerak bo'lgan ishlar bor. Bularni hammasini men kun davomida bajarib boraman. To'g'ri, har doim bu narsa ideal bo'lmaydi, zo'r bo'lmaydi. Har kunimni shunaqangi men tizimlashtirib, rejalashtiraman deb masalaga ayta olmayman. Lekin bu narsani men taxminan 2 yildan beri qilib kelaman. Bir kun o'xshaydi, bir kun o'xshamaydi. Lekin bu rejalashtirilmagan insondan ko'ra
kuningiz ancha samaraliroq o'tadi agarda shu yerda yozgan narsalaringizni hech bo'lmaganda 30, 40, 50% qilganingizda ham. Chunki agar kuningiz rejasi bo'lmasa, boshqa odamlarning rejasi uchun siz xizmat qilasiz va boshqa odamlarning ishlarini qilib yurasiz. Shuning uchun har bitta insonni kun davomida o'zini qiladigan ishlari, o'zini qiladigan rejalar bo'lishi kerak. Chunki rejangiz bo'lmagandan keyin har xil takliflarga, har xil ishlarga, har xil narsalarga vaqtingiz o'tib ketadi. Maksimal darajada kuningizni foydali narsalar bilan band qilib qo'yadigan bo'lsangiz, shunda sizning vaqtingiz bekorchi narsalarga o'tmaydi. Qachon odam bekorchi narsalar bilan shug'ullanadi, qachon odam telefonda Instagram, YouTube ga yoki shunga o'xshagan kerak emas narsalarga vaqtini sarflaydi, agarda kuni rejalashtirilmagan bo'lsa. Menda ham shunaqa holat bo'lishi mumkin. 2, 3, 4 soatlab balki misol uchun Instagramga vaqt sarflashim mumkin. Qachonki aynan o'sha kuni kunimni rejalashtirmagan bo'laman, aynan o'sha kuni men bugungi kunda nima qilishimni bilmaydigan kunlarim bo'ladi. Yoki ikkinchi holat bo'lishi mumkin. Aynan o'sha kuni men kechgacha yoki qanaqandir ish bilan band bo'lib yoki boshqa narsalar bilan band bo'lib va ertalab turmasdan balki tushlik paytida turish vaqtim kunlari aynan shunaqangi o'tadi. Shuning uchun shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Demak, kechagi videoni agar ko'rmagan bo'lsangiz ko'rib chiqing, ya'ni birinchi kunning videosi, marafonni. Birinchi kunda biz qanaqa qilib shu kunimizni to'g'ri rejalashtirishga o'tdik. Bugun endi instrument jihatidan siz bilan mana ko'rib chiqdik. Demak, har kuni menda xuddi shunaqangi format bo'ladi. Demak, отчет bo'ladi, prioritet A, prioritet B dagi ishlar, kechki rutina, umumiy shu duxovniy ishlar, shaxsiy rivojlanish uchun kimlarni ko'rishim kerak, kimlarni kitoblarini o'qiyman yoki qaysi instrumentlarni o'qiyman, bularni yozib qo'yganman. Bitta-bittalar belgilab ketaman. Sog'lig'im uchun qiladigan ishlar va pastda tracking, maqsadlarning trackingi, obunachilarning soni, misol uchun yugurish, aytaylik postdagi bloglarning soni, daromad jihatidan va kunning oxirida biz refleksiya qilamiz. Refleksiya degani bu siz kunning oxirida kuningizni tahlil qilasiz. Nima ishingiz yaxshi o'xshadi? Nima ish qildingiz siz maqsadingizga erishish uchun? Qaysi ishlarni yaxshiroq qilishingiz mumkin edi yoki qaysi ishlarni qo'lingizdan kelmadi, qila olmadingiz? Nima muammo bo'ldi kun davomida? Va umumiy kundan qilgan xulosangiz va kun uchun baho qo'ygan aytaylik umumiy otsenkangiz. Demak, xuddi shunaqangi tarzda har kuni Notion'dan foydalanasiz, har kuni qilasiz. Bu narsani siz qog'ozda yozishingiz mumkin yoki bu narsani siz aytaylik bloknotda yozishingiz mumkin yoki umuman boshqa platformada yozishingiz mumkin. Asosiysi siz bu narsani mohiyatini, sistemasini, tuzilishini tushunib olsangiz bo'ldi. Demak, bugungi siz bilan o'tgan instrumentlarimiz, sizga aytmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat edi. Agarda shu instrumentni hayotingizga joriy qiladigan bo'lsangiz, biznesda bo'ladimi, umuman hayotda bo'ladimi, ancha samaradorligingiz oshadi. Lekin bu narsa ishlamaydi agarda siz yaxshi kech turadigan bo'lsangiz va kun tartibingiz to'g'rilanmagan bo'lsa. Shuning uchun ham kechagi darsimizda biz birinchi navbatda kun tartibini to'g'rilashdan boshladik, ikkinchi navbatda mana kunimizni rejalashtirishdan boshladik. Keyingi ertangi kunimizda siz bilan yanada kuchliroq, yaxshiroq instrumentlarni ko'rib chiqamiz. Hammaga rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, kuningizni rejalashtira olmayotgan, kun tartibini to'g'rilamoqchi bo'lgan yoki shu rejalashtirish tizimini qidirib yurgan odamlarga yuborib qo'ying, like bosing, o'zingiz fikrlaringizni yozing. Agarda qanaqangi savollaringiz bo'lsa, xohlagan savollaringizga kommentariyada javob beraman. Rahmat kattakon, sog' bo'ling.